Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlarga pul qaytarilishi, pensiya indeksatsiyasi va ko'pchilik bilmay qolayotgan hisob-kitobdagi farqlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat hozir pensiyasi olayotganlarga emas, ota-onasi, buvisi, bobosi pensioner bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki birgina noto'g'ri hisoblangan oy, birgina e'tiborsiz qoldirilgan hujjat. Birgina tushunarsiz indeksatsiya natijasida odam oyma-oy kam pul olib yurishi mumkin. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Pensiya oshdi deyishadi, indeksatsiya bo'ldi deyishadi. Lekin ayrim pensionerlar qo'liga nega kutganidan kamroq pul tushyapti. Qaysi holatda davlat organlari pensiyani qayta hisoblab farqini qaytarishi kerak? Qaysi holatda esa odamlar noto'g'ri tushunib, aslida hammasi qonuniy bo'ladi? Mana shu savollarga javob beraman. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Qayerga borish kerak, qanday ariza yozish kerak, qanday hujjatlarni yig'ish kerak. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularni men oddiy tilda, raqamlar bilan, odamlarning real hayotidagi vaziyatlar orqali tushuntirib beraman. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini juda sodda qilib tushuntiraman. Indeksatsiya degani pensiyalarni ma'lum 1% ga oshirish, ya'ni inflyatsiya, narx-navoning ko'tarilishi, ish haqi va bazaviy miqdorlarning o'zgarishi hisobga olinib, pensionerning oylik to'lovi qayta ko'rib chiqilishi degani. Odamlar buni oddiy qilib pensiya oshdi deb tushunadi. Lekin muammo shunki, pensiya oshdi degan gap hamma uchun bir xil pul ko'paydi degani emas. Masalan, kimdir 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin 1 million 300 ming so'm olishi mumkin. Boshqa odam 2 million 800 ming so'm olayotgan bo'lsa, unda oshish miqdori boshqa bo'ladi. Yana bir odam qo'shimcha ustama nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ish staji bo'yicha qo'shimcha olgan bo'lsa, hisob-kitob yanada murakkablashadi. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya varaqasiga ham hisob-kitobga ham chuqur qaramasdi. Davlat hisoblab beradi, men nima ham qilaman deb o'ylardi. Ayniqsa yosh katta insonlar bank kartaga tushgan pulni olib, shukur qilib ishlatib ketaverishadi. Lekin bugun vaziyat o'zgargan. Hozir elektron bazalar bor. Ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, pensiya tayinlangan sanadagi ko'rsatkichlar, keyingi indeksatsiyalar hammasi muhim. Agar bir joyda xato bo'lsa, bu xato yillar davomida cho'zilib ketishi mumkin. Mana shu yerda aldob fosh bo'ldi degan gap nimani anglatadi? Men buni shunday tushuntiraman. Ko'pchilik pensionerlar indeksatsiyani umumiy oshirish deb o'ylaydi. Lekin amalda ularning pensiyasi har doim ham ular kutgandek oshmaydi. Ba'zida odamga sizga oshirildi deyishadi. Lekin avvalgi noto'g'ri hisoblangan summa asos qilib olingan bo'ladi. Natijada oshirish bor, lekin adolatli asos yo'q. Ya'ni xato summa ustiga foiz qo'shiladi. Shunda pensioner har oy yo'qotishda davom etadi. Masalan, bir pensionerning pensiyasi aslida 1 million 600 ming so'm bo'lishi kerak edi. Lekin hujjatdagi ish staji to'liq kiritilmagani uchun unga 1 million 120 ming so'm tayinlangan. Keyin indeksatsiya bo'ldi va 10% oshdi deylik. 1 million dardan 2 ming so'm 10% ga oshsa 1 million 595 ming so'm bo'ladi. Lekin asl to'g'ri baza 1 million 600 ming bo'lganida. 10% dan keyin 1 million 760 ming so'm bo'lishi kerak edi. Farq oyiga 165 ming so'm. 1 yilga ko'paytirsak qariyb 2 million so'm. 3 yilga cho'zilsa bu oddiy pensioner uchun juda katta pul. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar xavotir olishi, ya'ni o'z pensiyasini tekshirtirish kerak? Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi odamlarga e'tibor qarataman. Birinchisi, pensiyaga chiqqanda ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda 20 yilda kiritilgan. Nega? Chunki 1990-yillardagi ish joyi arxivdan topilmagan, korxona yopilgan, mehnat daftarchasida muhr noaniq. Buyruq raqami yo'q yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma topshirilmagan. Pensioner esa bo'ldi shuncha chiqibdi deb rozi bo'lgan. Aslida esa keyinroq arxivdan hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchisi, ishlagan davrida yuqori maosh olgan, lekin pensiyada juda kam summa olayotganlar. Albatta bu yerda har bir holat alohida tekshiriladi. Lekin men tajribada shuni ko'p ko'raman. Odam zavodda, qurilishda, temir yo'lda, tibbiyotda, ta'limda yoki davlat tashkilotida uzoq yil ishlagan, lavozimi ham yomon bo'lmagan, lekin pensiyasi minimal darajaga yaqin.
Bunday holatda nega bunday bo'ldi degan savolni berish kerak. Balki ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'liq olinmagan, balki zararli mehnat sharoiti hisoblanmagan, balki ustama davrlari kiritilmagan. Uchinchisi, pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etganlar. Ayrim pensionerlar pensiya oladi va yana rasmiy ishlaydi. Bunday vaziyatlarda pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha staj yoki to'lovlar masalasi bor. Lekin odamlar ko'pincha men ishlayapman, demak avtomatik ko'payadi deb o'ylaydi. Har doim ham avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda ariza berish, qayta hisob-kitob so'rash kerak bo'ladi. To'rtinchisi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, er vafot etgan. Xotini yoki farzandlari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bu yerda marhumning ish staji, ish haqi qaramog'idagi shaxslar soni, farzandlarning yoshi, o'qish holati juda muhim. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda pensiya davom etishi mumkin. Lekin hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtaydi yoki kam hisoblanadi. Beshinchisi, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironlik guruhi o'zgargan, muddat uzaytirilgan, qayta ko'rikdan o'tilgan, lekin pensiya yoki nafaqa to'lovida o'zgarish aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunda tibbiy mehnat ekspert komissiya xulosalari, sanalar, guruh o'zgarishi, qo'shimcha imtiyozlar tekshiriladi. Birinchi misol. Gulnora opa 62 yoshda 20 yildan ortiq maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi barcha davrlar kiritilgan deb o'ylagan. Pensiyasi 1.7 so'm atrofida bo'lgan. Keyin farzandi hujjatlarini ko'rib, 1993-1997 yillardagi ish davri staji kiritilmaganini sezgan. Sababi maktab nomi o'zgargan, arxiv ma'lumotida chalkashlik bo'lgan. Arxivdan tasdiq hujjati olindi, pensiya jamg'armasiga ariza berildi. Qayta hisob-kitobdan keyin pensiyasi oyiga 1.5 so'mga oshdi. Eng muhimi, avvalgi davr uchun farq summasi ham qaytarilishi masalasi ko'rib chiqildi. Bu pul bir qarashda kichikdek tuyuladi, lekin bir pensioner uchun to'g'ri darmon. Kommunal to'lov, oziq-ovqat degani ikkinchi misol. Rahmat aka qurilish tashkilotida ishlagan, ayrim yillarda ish haqi yuqori bo'lgan. Lekin pensiya tayinlanganda maosh haqidagi ma'lumotnoma topilmagani uchun o'rtacha ko'rsatkichlar asosida hisoblangan. Keyin farzandlari eski korxonaning huquqiy vorisi va arxiv idorasidan ish haqi ma'lumotnomasini olib kelishgan. Qayta hisoblanganda pensiya sezilarli oshgan. Mana shu yerda odam tushunish kerak. Pensiya faqat necha yil ishlaganingizga emas, ayrim holatlarda qaysi davrdagi ish haqingiz qanday tasdiqlanganiga ham bog'liq bo'ladi. Uchinchi misol. Xolida opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandi institutda kunduzgi bo'limda o'qiydi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Natijada to'lov kamaygan yoki to'xtagan. Keyin hujjat olib borilgach, ayrim davrlar uchun to'lov tiklanishi mumkin bo'lgan. Lekin bu yerda muddatlar juda muhim. Men bilmagan edim degan gap har doim ham pulni to'liq qaytarishga asos bo'lavermaydi. Shuning uchun hujjatni vaqtida yangilab turish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq bo'lsa, ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, har bir indeksatsiyadan keyingi miqdor sizga tushuntirilgan bo'lsa, albatta ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir bir marta pensiya hisob-kitob varaqasini olib tekshirish zarar qilmaydi. Men har doim shuni aytaman. Ishonch yaxshi, tekshiruv esa undan ham yaxshi. Endi eng ko'p chalkashadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya hamma qo'shimcha to'lovlarga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Pensioner umumiy summani ko'radi. Kartaga 20.900.000 tushdi. Lekin bu summaning ichida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov yoki boshqa elementlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya faqat ma'lum qismga qo'llanib, boshqa qism o'zgarmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun 10% oshdi. Demak, mening 2 million pensiyam 200 mingga oshishi kerak edi deb darhol xulosa qilish har doim to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya miqdori eng kam miqdorlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarning pensiyasi mehnat staji va ish haqidan kelib chiqib hisoblanganda juda past chiqadi. Lekin qonunchilikdagi minimal kafolatlar sababli ma'lum darajaga yetkaziladi. Indeksatsiyada ham shu minimal miqdorlar o'zgarsa, ayrimlar foyda ko'radi. Lekin kimning pensiyasi allaqachon yo'roq bo'lsa, uning oshishi boshqa formula bilan chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, hujjatni kim kech topshirganiga qaraladi. Agar xato davlat organining aybi bilan bo'lsa, masalan, hujjat bor edi, lekin noto'g'ri kiritilgan
staj noto'g'ri sanalgan, indeksatsiya noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, farq summasini qaytarish masalasi kuchliroq turadi. Agar pensioner o'zi kerakli hujjatni yillar davomida olib kelmagan bo'lsa, keyin topib kelgan bo'lsa, qayta hisoblash qaysi sanadan qilinishi qonuniy tartibga bog'liq bo'ladi. Ya'ni hamma holatda ham en yil oldingi pulni to'liq qaytarib berishadi deb o'ylash noto'g'ri. 4-nozik jihat. Og'zaki javobga ishonib qolmaslik kerak. Ko'p pensionerlar idoraga boradi, navbatda turadi, mutaxassisga savol beradi. U esa hammasi to'g'ri. Sizga hech narsa chiqmaydi. Ariza yozmang deb aytishi mumkin. Men bunday vaziyatda janjal qilish kerak demayman. Lekin og'zaki gap huquqiy hujjat emas. Siz yozma ariza bersangiz, sizga yozma javob berilishi kerak. Yozma javobda esa sabab, hisob-kitob, qonuniy asos ko'rsatiladi. Keyin norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. 5-nozik jihat, bank kartaga tushgan pul bilan pensiya tayinlash hujjatidagi summa farq qilishi mumkin. Chunki ayrim hollarda qarzdorlik, aliment, kredit, ijro hujjatlari, bank komissiyasi yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensioner pensiyam kam chiqdi deydi. Aslida pensiya to'g'ri hisoblangan, lekin kartadan ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval pensiya hisob-kitobi alohida, bankdagi harakatlar alohida tekshiriladi. 6-nozik jihat, ishlovchi pensionerlar masalasi. Rasmiy ishlayotgan pensionerlarda ayrim to'lovlar, qayta hisoblash tartibi, ushlab qolishlar, soliqlar yoki badallar bilan bog'liq savollar bo'ladi. Odam men yana 5 yil ishladim, nega pensiyam 2 barobar oshmadi deb so'raydi. Chunki pensiya qayta hisoblashda qo'shimcha ishlagan davrning ta'siri formula asosida belgilanadi. Bu har doim katta saqlash bermaydi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ayrim holatda qo'shimcha davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat, imtiyozli staj. Masalan, og'ir yoki zararli sharoitda ishlaganlar, ayrim tarmoqlarda mehnat qilganlar, harbiy xizmat, dekret ta'tili, bolani parvarishlash davri, chet elda ishlagan davr, kolxoz yoki shirkatdagi ish yillari kabi masalalar alohida tekshiruv talab qiladi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa ham, ba'zan qo'shimcha tasdiq talab qilinadi, yozuv bo'lmasa ham. Arxiv, sud, guvohlar yoki boshqa hujjatlar orqali ayrim davrlar tasdiqlanishi mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Bu masalada har bir vaziyat alohida yondashuv talab qiladi. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, men quyidagi qadamlarni bajarishni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, pensiya hisob-kitobini oling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya qanday hisoblangani ko'rsatadigan ma'lumotni so'rang. Unda ish staji necha yil deb olingani, qaysi davrlar kiritilgani, qaysi ish haqi ma'lumotlari asos bo'lgani, pensiyaning asosiy miqdori va qo'shimchalari ko'rsatilishi kerak. Agar elektron xizmatlar orqali olish imkoniyati bo'lsa, elektron shaklda ham so'rashingiz mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini hisob-kitob bilan solishtiring. Mehnat daftarchasidagi har bir ishga kirgan va ishdan chiqqan sanani alohida yozib chiqing. Masalan, 1978 yil 11 martdan 1995 yil 10 iyungacha, keyin 1995 yil 20 iyundan 1992 yil 1 sentabrgacha. Orada bo'shliq bormi? Noto'g'ri sana bormi? Muhr o'qiladimi? Lavozim ko'rsatilganmi? Tashkilot nomi o'zgarganmi? Shularni tekshiring. Ko'pincha xato aynan shu mayda joylardan chiqadi. 3-qadam, arxiv hujjatlarini izlang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, viloyat yoki davlat arxivida bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda korxonaning huquqiy vorisi bo'ladi. Siz arxivga ariza yozib, falon yillarda falon tashkilotda ishlaganligim va ish haqi miqdorim haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb murojaat qilasiz. Arizada pasport ma'lumotlari, tug'ilgan sana, ishlagan joy nomi, lavozim, taxminiy yillarni yozasiz. Agar mehnat daftarchasi nusxasi bo'lsa, ilova qilasiz. 4-qadam, yozma ariza bering. Pensiya jamg'armasiga og'zaki emas, albatta yozma murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirishingizni, ish stajim va ish haqi bo'yicha taqdim etilgan hujjatlarni inobatga olib qayta hisob-kitob qilishingizni, agar kam hisoblangan summa mavjud bo'lsa, qonunchilikda belgilangan tartibda farqini to'lab berishingizni so'rayman. Arizaga mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi va boshqa tegishli hujjatlarni ilova qilasiz. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling.
Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, ikkinchi nusxasiga kirim raqami va sana qo'ydiring. Agar pochta orqali yuborsangiz, buyurtma xat va xabarnoma bilan yuboring. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Bu juda muhim, chunki keyin siz murojaat qilmagansiz degan muammo bo'lmaydi. 6-qadam. Yozma javobni tahlil qiling. Javobda rad etildi deyilsa, sababini o'qing. Masalan, hujjat yetarli emasmi? Staj tasdiqlanmadimi? Ma'lumotnoma noto'g'rimi? Muddat o'tganmi? Formula shundaymi? Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha tushuntirish so'rang. Agar siz haqsiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, tegishli vazirlik yoki idoraga, xalq qabulxonalariga, prokuratura organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Men har doim aytaman, eng kuchli qurol bu hujjat va yozma javob. 7-qadam, bankdan ko'chirma oling. Oxirgi 6 oy yoki 1 yil davomida pensiya kartasiga qancha tushganini tekshiring. Ba'zi pensionerlar pul tushgan kunni, miqdorini ushlab qo'lingan summalarni ko'rmaydi. Bank ko'chirmasi orqali siz haqiqatan ham qancha olganingizni bilasiz. Pensiya jamg'armasidagi hisob-kitob bilan bankdagi tushumni solishtiring. 8-qadam, oilada bitta odam mas'ul bo'lsin. Yoshi katta insonlarga bularning barchasi qiyin bo'lishi mumkin. Farzandlardan biri yoki nabiralardan biri hujjatlarni papkaga solib, tartib bilan yuritsin. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv javoblari, arizalar, bank ko'chirmalari, yozma javoblar hammasi bitta joyda bo'lsin. Bugun kerak bo'lmasa ham ertaga juda kerak bo'lib qoladi. 9-qadam, shubhali yordamchilardan ehtiyot bo'ling. Afsuski, pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadigan odamlar ham bor. Men pensiyangizni oshirib beraman, pulingizni qaytarib beraman, oldindan falon so'm bering deydiganlar chiqadi. Hech kimga hujjatlaringizning asl nusxasini bermang. Bank kartangiz PIN kodini aytmang. SMS kodini bermang. Rasmiy organlar sizdan karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bu firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. 10-qadam, indeksatsiyadan keyin yangi summani tekshiring. Har safar pensiya oshirilgani e'lon qilinganda menga qancha qo'shildi, nima sababdan shuncha qo'shildi deb tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi umumiy gaplarga emas, o'zingizning shaxsiy hisob-kitobingizga qarang. Chunki qo'shningizga 2 ming so'm qo'shilishi, sizga 1 ming so'm qo'shilishi mumkin va bu har doim xato degani emas. Ammo farqning sababi tushuntirilishi kerak. Bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Menga oldingi oylar uchun pul qaytariladimi? Men buni ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, kam to'langan summa aniqlansa, uni qayta hisoblash va to'lash tartibi qonunchilikka bog'liq. Bunda xatoning sababi, hujjat qachon taqdim etilgani, kimning aybi bilan kam to'lov bo'lgani, ariza qachon berilgani, tekshiruv natijasi kabi omillar hisobga olinadi. Masalan, agar pensiya jamg'armasida barcha hujjatlar bo'lgan, lekin xodim yoki tizim stajini noto'g'ri kiritgan bo'lsa, pensionerning talabi kuchliroq bo'ladi. Agar pensioner yangi hujjatni endi topib kelgan bo'lsa, qayta hisoblash aynan qaysi sanadan qilinishi alohida tartib bo'yicha belgilanadi. Shuning uchun men hech kimga sizga albatta 1 yilning puli qaytadi deb va'da bermayman. Lekin tekshirtirmang, baribir foydasi yo'q deyish ham noto'g'ri. Chunki ko'p odamlar aynan tekshiruvdan keyin pensiyasini oshirgan yoki farq summasini undirgan. Yana bir muhim nuqta, ortiqcha to'langan pensiya ham bo'lishi mumkin. Agar odam noto'g'ri ma'lumot bergan, hujjatni yashirgan yoki to'lovga ta'sir qiladigan holatni bildirmagan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun faqat menga pul qaytadi deb emas, mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi deb yondashish kerak. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday. Pensiya indeksatsiyasi degani hamma odamga bir xil pul qo'shiladi degani emas. Pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin agar avvalgi baza noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, oshish ham adolatli bo'lmaydi. Shuning uchun har bir pensioner o'z ish staji, ish haqi hujjatlari, qo'shimcha to'lovlari va indeksatsiyadan keyingi summasini tekshirtirish kerak. Men sizga eng muhim qadamlarni aytdim. Pensiya hisob-kitobini oling. Mehnat daftarchasi bilan solishtiring. Arxiv hujjatlarini toping. Yozma ariza bering, javobni saqlang. Bank ko'chirmasini tekshiring va kerak bo'lsa yuqori organlarga murojaat qiling. Eng asosiysi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Hujjat talab qiling, yozma javob oling, o'z haq-huquqingizni biling. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini bir ko'rib chiqing. Balki hammasi to'g'ridir. Bu ham yaxshi.
Lekin agar xato bo'lsa, har oy yo'qotilayotgan pulni vaqtida to'xtatish mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiyangiz indeksatsiyadan keyin kutganingizdek oshdimi yoki kamroq tushdimi? Pul qaytarilgan holatlarni eshitganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasi uchun juda muhim.